Assalomu alaykum hurmatli SAT o'rganuvchilari. Bugungi darsimizda sizlar bilan birinchi expression mavzusini yakunlab qo'yamiz. Bugungi darsimizda mavzuga oid katta matnli savollar, misollar bilan ishlashni o'rganamiz. Katta matnli misollar bilan ishlagan vaqtimizda birinchi bo'lib asosiy e'tiborni matnga qaratamiz. Matnni oddiygina ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilgandek so'zma-so'z tarjima qilamiz. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tishim joizki, matnni tarjima qilayotgan paytda hech qanday sun'iy intellekt yoki rasm olish orqali tarjima qiladigan dasturlardan foydalanmaymiz. Uni oddiy brauzer yordamida, translator yordamida so'zma-so'z tarjima qilamiz. Chunki shu orqali biz so'zlarni miyamizga avtomatik ravishda joylaymiz. Ya'ni miya shuni qidirish davomida, topish davomida, daftarimizga yozish davomida miyamizga o'z-o'zidan joylanib qoladi. Ya'ni yodlashga hojat qolmaydi. Agar siz uni sun'iy intellekt orqali topatirgan bo'lsangiz, u holda miya uyquda qoladi, uni uyg'otimiz va sizni tarjima qilishni o'rganishingiz yanada qiyinlashadi. Shuning uchun sizlardan iltimos so'zlarni alohida tarjima qilib yozib chiqishlaringizni iltimos qilaman. Demak, bugun sizlar bilan katta matnli misollarni ishlashni o'rganamiz. Katta matnli misollarda birinchi bo'lib ularni so'zma-so'z tarjima qilib chiqamiz. Birinchi, z, en kabi bular artikellar hisoblanadi. Ularni tarjima qilishimizga hojat qolmaydi. Ratio nisbat bir daftar tutib, uni alohida lug'at atib, so'zma-so'z yozib borsangiz ham bu yodlash uchun sizga eng zo'r vosita bo'ladi. Person, buni odam deb tarjima etamiz. Shu yerda s qo'shimchasiga e'tibor beramiz. Bu yerda s hech qanday belgisiz qo'shilib turibdi. Agar belgisiz qo'shilsa, bu esimiz ko'plik ma'noni, ya'ni larni bildiradi. Bu yerda expression ifoda s qo'shimchasi qo'shilish orqali ifodalar bo'lib turibdi. Lekin bu yerda e'tibor bersangiz, tutuq belgisi, ya'ni ushbu belgi orqali qo'yilgan, bu belgi orqali qo'yilgandan keyingi keltirgan esimiz ning ma'nosini bildiradi. Demak, bu odamning yoki shaxsning degan ma'noda. Weight, og'irlik, on, ustida, in, ichida, bular olmoshlar hisoblanadi. Earth, yer, to, ga, buni ham bilamiz. Personsni o'rgandik, weightni o'rgandik, on, z tarjima qilish shart emas. Moon, oy, is, bu teng degan yoki shuni bildirish ma'nosida keladi. Anglatadi, bildiradi yoki shu degan ma'noda keladi. Buni ona tilida buni chiziqcha tire orqali ham ifodalasak bo'ladi. Konstanta, o'zgarmas. Astronaut, who, kim. Bu yerda Newtons o'lchov birligi, xuddi kilogramm, tonnalarga o'xshagan o'lchov birligi. Earthni o'rgandik, weightni o'rgandik. Another bu qo'shilib yoziladi. Boshqa degan ma'noni bildiradi. Qaysi, following ifodalash, expressionsni bilamiz, bu ifodalar. Represents anglatmoq, bildirmoq. Mana so'zma-so'z tarjima qilib chiqdik. Ana endi bularni qo'shib tarjima qilamiz. Yerdagi odamning og'irligini oydagi odamning og'irligiga nisbati o'zgarmas ekan. Ya'ni 2 barobar kamayadi. Masalan, men hozir 80 kilo bo'lsam, oya chiqsam 40 kilo bo'lib qolaman. Yoki siz 60 kilo bo'lsangiz, oya chiqsangiz 30 kilo. Ya'ni orasindagi farq hamisha o'zgarmas bo'lib turibdi. O'zgarmas ekan. Ya'ni yerdagi biror odamning yerdagi og'irligining oydagi og'irlikka nisbati o'zgarmas biror sondan 2, 3 yoki 2 barobar, 3 barobar shu kabi. Endi aytadi, astronavt 500 kilo, 500 newton ekan. Qayerda? Yerda. Ya'ni astronavtning yerdagi og'irligi 540 newton ekan. Oyda shu odam 90 newton bo'lib qoladi ekan. Ya'ni shu astronavtimiz oyda 90
Newton bo'lib qoladi ekan. Boyagi gapimiz bo'yicha qancha farq qilishini topib olalik. Ya'ni yerdagi biror astronavtning yerdagi og'irligining oydagi og'irlikka nisbatan o'zgarmas dedik-ku. Ya'ni yerdagi og'irligining oydagi og'irligi o'zgarmasini topib olalik. Ya'ni qancha ekan shu o'zgarmas? Konstantamiz. Demak, bularni ikkisini bo'lsak bir-biriga, ya'ni 6 marta farq qiladi ekan. Yana shuni ham anglashimiz kerak. Yerda og'irmi, oyda og'irmi? Shuni bilishimiz kerak. Demak, yerda og'irmiz. Ya'ni bizning og'irligimiz, oydagi og'irligimiz yerdagiga nisbatan yengil hisoblanadi ekan. Demak, yerda og'ir bo'lamiz ekan, oyda yengil bo'lamiz ekan. Shuni ham anglab o'tib ketishimiz kerak. Bu albatta aytilmaydi, lekin shuni ham o'rgatib ketsam, sizlar endi boshlanuvchi, endi SAT ni o'rganuvchilar uchun bu ma'qul bo'ladi edi. Boshqa bir astronavtning og'irligi yerda W Newton ekan. Boshqa bir astronavtni oldik. B degan astronavtni oldik. Uni yerdagi og'irligi W ga teng ekan. Demak, uni yerdagi og'irligi W ga teng bo'la turgan bo'lsa, oydagi og'irligini o'zimiz alohida topib olib bilamiz. Chunki uni oydagi og'irligi yerdagi og'irligidan 6 marta kichik bo'lishi kerak. Chunki bu yerda 540, bu yerda 90 bo'lganda 6 marta kichik bo'lgani uchun oydagi og'irligimizni ham W bo'lamiz 6. Shuni avtomatik ravishda bilib qo'yalik. Endi bizdan nima so'ralib turibdi? Yana bir marta shuni aniqlaylik. Qaysi bir ifoda orqali ifodalash mumkin, ya'ni qaysi bir ifoda anglatadi bu astronavtning og'irligini newtonlarda, ya'ni o'lchov birligi newtonlarda oydagi og'irligini aniqlatadi. Ya'ni bizdan faqat shuni o'zini so'rab turibdi ekan. Ya'ni bu astronavtni og'irligini qaysi ifoda orqali ifodalash mumkin? Ana demak, faqat 6 marta yengilligini bilgan holda yerdagi og'irligini 6 ga bo'lib qo'yaveramiz. Ya'ni bu yerda to'g'ri javob D javob hisoblanadi. Navbatdagi katta matnli misolni ko'ramiz. Navbatdagi misolni qaraymiz. 3-misol. Jacqueline, bu Jacqueline biror ism bu. Biror ism. Spent sarflash, surplus ta'minot, gas to start lawn mowing. Gaz bu yoqilg'i degan ma'noda, yoqilg'i, gaz degan ma'noda. Start boshlash, lawn mowing service. Bu lawn mowing service bu maysazorlarni o'rish xizmati. Ya'ni chet ellarda katta-katta ko'k gazonlarda maysazorlarni o'rib tekislaymiz-ku. Ana shunday xizmat bu. Ya'ni maysazorlarni o'rish xizmati bu. She qiz bolaga nisbatan u charges, ya'ni topadi. Har bir o'rib bergani uchun olatirgan pulidan bu olish degan ma'noda kelgan. O'zi bu yerda buni ma'nosi to'ldirish degan ma'nodan keladi. To'ldirish, olish. $25 for uchun each har bir. Men bularni hozir ustiga yozib turibman. Siz bularni alohida daftar qilib yozib, yoniga yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Mouse o'rgani uchun, ya'ni har bir maysazorni o'rib, tayyorlab, taxlab bergani uchun $25 dan pul oladi ekan bu. In the first, ya'ni birinchi degan ma'noda first. In the birinchi, ya'ni birinchi week, hafta. Birinchi haftasida Jacqueline made topadi, ya'ni topish, tayyorlash degan ma'noda. $50 topadi after, keyin cost of supplies and gas was deducted. Ya'ni ta'minot va yoqilg'iga sarflab bo'lganidan keyin $50 topadi ekan. Qachon? Sarflab bo'lganidan keyin. Endi qaysi equation, ya'ni qaysi ifoda represents bildiradi this, bu situation, jarayon, qaysi ifoda ushbu jarayonni anglatadi? Where degani bu yerda deb tarjima qilamiz. X is, ya'ni x chiziqcha qo'yib biror narsani ifodalashini bildirgan vaqtimizda x chiziqcha qo'yib yozamiz-ku. Shu is deganimiz xuddi shu chiziqchaning ma'nosini bildiradi.
The number of lawns, ya'ni number degan son. Ya'ni maysazorlarning soni Jacqueline o'rgan. Ya'ni movet degani o'rish, o'rgan. Jacqueline o'rgan maysazorlarning soni during davomida the first week, ya'ni birinchi hafta davomida o'rgan maysazorlarning soni ekan. X deganimiz. Endi umumiy tarjima qila turgan bo'lsak, Jacqueline'ni $150 puli bor ekan. $150 sarflagan ekan. Bu $150 nimaga sarflagan? Shu o'tiratirgan apparat olgan, umuman yoqilg'i solgan, xuddi ana shu ta'minotimizni $150 sarflagan va o'z ishini boshlagan va maysazorlarni urishni boshlagan. Ana maysazorlarimizni har birini $25 dan urib bergan. Har birini $25 dan, ya'ni X ta maysazor urgan. Chunki bizga aytib turibdi, X bu yerda X'imiz, demak soni. Jacqueline birinchi hafta davomida o'rgan maysazorlarning soni X deb turibdi. Ana shu har birini $25 dan X ta maysazorni o'rgandan keyin unda $50 pul ishlagan. $50 pul ishlagan. Endi shu narsani, shu situatsiyani, ya'ni shu jarayonni ushbu ABCD qaysi bir javobimiz ifodalaydi deb yozib aytib turibdi. Demak, biza $25 dan X ta maysazor o'rgan bo'lsa, demak 25 ko'paytiramiz X dollar pul topgan u. Ana undan sarflagan pulini, ya'ni ta'minot va gaz, yoqilg'ilar uchun sarflagan pulini ayirib tashlasak, bizada ishlagan puli, ya'ni made, ishlab topgan puli keladi. $50 qolishi kerak. Demak, xuddi mana shu ifodamiz ushbu jarayonni, ya'ni situatsiyani ifodalab turibdi. Bu yerda javob to'g'ri hisoblanadi. Navbatdagi masalamizni qaraymiz. 13-masalaga e'tibor beramiz. Bu yerda ham oldin so'zma-so'z tarjima qilib chiqamiz. Total jami ofni ko'rganmiz, ning degan ma'noda. Square deganimiz bu kvadrat. S qo'shimchasi qo'shilgan uchun kvadratlar. Each buni bilamiz, har. Bor degan ma'noda. Side tomon. Length uzunlik. Totalni bildik, ofni bildik. Equilateral triangle, ya'ni bu teng tomonli uchburchak degan ma'noda. None degani hech biri. This ko'plikda. Bular higher degani o'tkazmoq. The summa demak bu yig'indisi. Perimetrimiz oddiy biza bilatirgan shu perimetr P. All barcha bularni bilamiz. With equation represents this situation. Situationni bilamiz, jarayon. Endi buni o'zimizga chiroyli qilib tarjima etadigan bo'lsak, har bir tomoni ga teng bo'lgan 6 ta kvadrat. Ya'ni shunday kvadratdan bor ekan, har bir tomoni Demak, bunday kvadratdan 6 tasi bor ekan. A total of 3 equilateral triangle, ya'ni teng tomonli uchburchak, 3 ta teng tomonli uchburchakimiz bor ekan. Each have side lengths t, ya'ni har bir tomoni uzunligi tga teng bo'lgan 3 ta uchburchagimiz bor ekan. Endi hech biriniki bir-biriga o'tkazilmaydi deydi. Ya'ni ni bug'a yoki bir uchburchak to'rtburchak qilib yoki to'rtburchakni uchburchak qilmaganimizdan buni tarjima qilishimiz shart emas, lekin ma'nosiz sifatida ishlatib ketaveramiz. Barcha kvadratlar va uchburchaklarning perimetrlarining yig'indisi 75 ga teng ekan. Ya'ni buni perimetrini topadigan bo'lsak, 4 bundan 6 ta plus buni perimetrini topadigan bo'lsak, 3 t bundan 3 ta. Demak, barchasini perimetrlar yig'indisi 75 ga teng ekan. Bizdan
so'rab turibdi, ushbu jarayonni qaysi ifoda anglatadi? Buni soddalashtirsak, bu yerda demak javobimiz bu javob ekan. Bu javobimiz to'g'ri ekan. Demak, beriladi bunday masalalarimizda birinchi bo'lib tarjima muhim hisoblanadi.